qancha qizsa bizga ham shuncha yaxshi. Hozir to'yxona egalaridan bizga talablar tushyapti. Yaxshi inson to'y qilgandan keyin tabrik so'zlari o'ziga yarasha ko'proq bo'ladi. Shuning uchun hozir tabrik so'zlarini berib olamiz. Keyin faqat o'yin kulgi bo'ladi. Iltimos sizlardan faqat to'g'ri tushuninglar. Demak, davramiz markazida bugungi fayzli kechamizga hurmatli to'y egalarimiz tashrif buyurgan yana bir aziz mehmonlar bor ekan. To'y bolalarimizni onajonisi Zuhraxon opamizni hurmatli tashrif buyurgan kollektiv mehnat jamoalari bor ekan. Hurmatli ustozlarimiz, o'qituvchilarimiz ham taklif qilar ekanmiz davramiz markaziga azizlar. Mana shu davramizda Diloromxon onajonimiz juda ko'p iltimos qilmoqdalar. Shoiraxon ammajonimiz bor ekan, davramiz markaziga yoshliq insonlarimiz o'zlarining ikki og'iz chiroyli niyatlarini taqdim etib bo'lganlardan so'ng kechamiz yana chiroyli tarzda davom ettiramiz. Marhamat. Shoiraxon onajonimiz, ya'ni ushbu xonadon ammajonlari hisoblangan insonimiz. Keling, marhamat. Sharofatxon ammajonimiz ham taklif qilamiz. Keling, marhamat. Davramiz markazidan joy egallagan holda chiroyli niyatlar, chiroyli tilaklarni to'y bolalarimizga o'z egalariga chiroyli tarzda taqdim etamiz. Marhamat. Barcha mehmonlarga kutirib qo'ymagan holatda davramiz sovuq qolmasin, imkon qadar tezroq davramiz badiiy markazlarda joy egallashingizni iltimos qilamiz. Kela olinglar, ismlari e'lon qilingan, ismlari zikr etilgan hurmatli ammajonlar. Aziz mehmonlarimizdan diqqat e'tiborlarini davramiz markaziga qaratib borishni iltimos qilardik. Hozir ammajonlarimiz davramiz yo'q ekanlar, shunday ekan. Hozir o'zlarining chiroyli urf-odatlari, chiroyli shartlari, kechamizni chiroyli o'tish uchun chiroyli shartlarimiz bor ekan. Hozir mana shu akamiz o'zlarining chiroyli shartlari qiziqtiradigan, albatta shartlar bilan kechamizni davom ettiradilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Kollektivga iltimos qo'llarda ketib qolish sizlar uchun atalgan bir konkurslar bor. O'qituvchi ayollar tomosha qilib ketsin, to'y-to'yday bo'lsin, qiziqarli bo'lsin, ya'ni konsertga borgandek bo'lsin ko'pchilik deb shu maqsadda bir konkurs uyushtirildi. Hayrat aka, o'tirib tomosha qilsalaringiz, mazza qilib dam olib borarmiz. Bahodir aka. Shundan keyin tilak so'zi beriladi, bir o'zimiz chiroyli qilib tilak bildirasiz. Hozirga bizga Sherali do'stim bilan Zuhra xonimga to'y qiziqarli bo'lsin, ya'ni ko'pchilik faqat to'yga kelib, tabrik so'z aytib, o'ynab kulib ketish maqsad emas. Konsertga borganday bo'lsin degan maqsadda biron bir konkurs tashkillashtirdik. Qiziqarli bo'lsin deb, zerikarli bo'lmaydi xudo xolasa. Bizga konkursimizning sharti 10 ta ayol kishi yoshlar kerak bo'ladi. Qiziqarli, chiroyli o'tkazadigan shu stirli ayol kishi kerak bo'ladi. Qiz bola bo'lsin, o'rta yashar bo'lsin, onaxonlar bo'lsin, faqat shu stirli bo'lsa bo'ldi. O'qituvchi kollektivdan ham iltimos qilamiz chiqsalar, qurdoshlardan, mehmon qizlardan, kenaylardan, qizlardan o'rtaga bizga 10 ta ayollar kerak bo'ladi. Marhamat. Mo'tabar opay, sizni boshchiligingizda Safargul opay, Shofopa, o'qituvchilar kollektiv boshlab bersa va qurdoshlar chiqsa, mehmon qizlardan ham bo'laveradi, kenaylar chiqsin. Bizga 10 kishi kerak bo'ladi, ayollar. Marhamat. Qancha tez chiqib, qancha erta boshlasak, shuncha qiziqarli bo'ladi. Mehmonlar ketib qolishmas. Chiqaramiz. Assalomu alaykum. Davraga marhamat. Yana bizga 4, 5, yana 5 kishi kerak bo'ladi. Marhamat. Mehmonlardan, kenaylardan kim bor yana? Sho'x. Davrani olib boradigan. Iltimos sizlardan tezroq chiqishni so'rab qolardik. Mehmonlardan bormi? Qizlardan. Marhamat, davramizga yana bir kishi kerak. Marhamat. Kelyapti. King. Chiqing. 5, 10 ta bo'ldi-ku. Shartimiz shundan iborat. Men nima aytaman, shuni bajarasizlar, qiziqarli qilib, kim yutqizsa chiqib ketaveradi. Kelishdikmi? Birinchi navbatda bizga 10 ta stol olib kelaverasizlar. Ketdik. Faqat tezlashamiz. 10 ta stol turgan joylaringga olib kelib qo'yasizlar. Chiroyli qilib. Tezlashtiramiz.
Kimlardir nimasidir tushib qoldi. Avtomobil qo'ygan. Joy-joylaringizga qo'yinglar, siqasizlar, joy-joylaringizga qo'yinglar. Faqat tezlashtiramiz. Yo'q, bemalol oldiga o'tirib olasizlar. Bu yoqqa olib keling, singlar. Kel. Bir tekis sizlardan iltimos keng. Qo'yavering. Joylashib oldikmi? Eshitamiz, yosh bolalarni chekinga olib turamiz, bo'lmasa texnofozni olib kelib sepib tashlaymiz. Hozir bunday qilib turamiz ekan. Tepib olmasin. 10 ta bo'ldiga menga hozir 20 ming so'mlik faqat pul bo'lsin. 20 ming so'mlik topib kelamiz. Ketdik. 20 ming so'mlik ketdi. Tezlashtiramiz. Sekin kaldır. Olay gibi şoyla, bildirmem. Var mı hammada kim çıkıp gitti? Nilüfer Hanım çıkıp gitti. Rahmat. Bir tutmayın. Kimden algan olsa to'xtatdilar. Kim qolib ketdi? Bitta qolib ketdi-ku. 1, 2, 3 ketdik. Siz qolib. Hadi yigirma. Aniq topib kelmadingizmi? Hadi rahmat sizga. Bunday qilamiz. Bering, Nilüfer. Hammalaring 20 ming pul bergan bo'lsalar, rozi bo'lasizlar Sherol o'rtoq uchun. Rozimisizlar? Rahmat. Singlim bu sizga ishtirok etganingiz uchun. Ko'rsatamiz. 20 ming, 20 ming, 20 ming kimdir menga yordamga kelsin. 20 ming Nilüfer'ni oldik. 20 ming. 20 ming tekstil. O'tiraversiz. Tekstil qilasiz. Tak 20 mingdan yig'ib oldik. Berganlardan haqiqatdan so'rab qolaman. Rozi bo'lasizlar. Bu to'yga tikilyapti. Sovg'a sifatida hozir menga Sherolni do'stim deydigan, yaqin qarindoshim deydigan, xullas chin ko'ngildan Sherol uchun ataydigan mard yigitlar bormi? Qancha bo'lsa ham farqi yo'q. Sovg'a sifatida 50 ming bo'lsin, 100 ming bo'lsin, men ismlarini atab o'tsam uyalib qolasizlar. Ketdik. Mard insonlar bormi? Meni Sherol uchun shuncha nafar uchun o'yingadi. Sherzod do'stimizdan ketdi ana. Молодец, qanchaligini aytmadim. Qo'shaver sanaymiz. Vamir do'stimizdan ketdi. $50. Молодец, 50. Ketdi. Serim ukamizdan Sherol o'g'li. Qozog'iston Respublikasidan kelib o'tirgan Bekjon do'stimizdan. Rahmat. Oybek do'stimizdan ketdi. G'anibek do'stimizdan. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Chin ko'ngildan beringlar. Rahmat. Yana kimlar bor? Sherol o'zing berishing shart emas. 100 qog'ozmi, kalgosh? Bo'ldi, rahmat. Abdushi, bojanglarni bojang. Bojalaridan. Oqqo'rg'on tumani bo'limi boshqarmasi Sarkon boshlig'i Alisher do'stimizdan kutib qolamiz. Jamshid do'stimizdan kutib qolamiz. O'yinga sovg'a sifatida ataganlaringizni ketdik. Tezlashtiramiz faqat do'stlar, yigitlar, kimlar bor yana mehmonlardan? Bahodir ustoz, sizga tarjimon rahmat. Mehmonlardan, do'stlardan kimlardan bor yana? Tezlashtiramiz. Oxirida o'tirgan yigitlardan da iltimos qilamiz. Ataganidan kim bor? Alisher Barqasan, kel do'stim. Kenglar yigitlar tezlashtiray faqat. Alisher, Jamshid. O'yin qiziqli bo'lishi uchun kenglar tezlashtiramiz. Atagan berur do'stim, qancha bo'lsa ham. Dollar ham, plastik ham hammasini qabul qilaman. Ber. Yana ber. Ber, o'rniga ber. Men erinmay boraman. Kim bersa erinmay boraman. Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli mehmonlar, aziz mehmonlar,
pul ishlashni yo'lini ko'rdingizmi? Agar mabboda men o'rta kash bo'lib qolsam, ana shunday yezib olardim. Sherali sen to'yana berishing shart emas edi. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Faqat rozi bo'lib beringlar. Bu pulni yig'ishdan maqsad shu yerda o'tirgan xonimlarni 3-chi, 4-chi yo'q, 1-chi, 2-chi, 3-chi o'ringa ataladi bu pul. Ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi o'ringa beriladigan pul. Sanaysam menga summasini aytaverasan. Hozir menga olib kelasizlar. Kim oxirida yetkazsa chiqib ketaveradi masalan. Menga olib kelasizlar. Remen. Ketdi, tezlashtiramiz. Hoppa, ganasta. Tezlashtiramiz. Marhamat. Qahramon chiqib ketdilar. Aytsangiz, Bahodir akam tayyorlanib turuvdi, men beraman deb. Ha, taqib kelmaganman buni. Uzrimda. Xo'shit. 20 ming, turaversin 20 ming. Shahlopa. Ishtirok uchun hammamiz ham shu to'ylarga yetkazsin, xudo xolasa. Abdushay rahmat. Menga topib kelasizlar, o'tiramiz. Mening oyoq kiyimdan boshqa hamma erkaklar oyoq kiyim. Bittadan. Vandonzika o'ynaymizmi? Bo'ldi, siz rozimisiz? Xo'sh. Faqat rozi bo'lmaslar, nima qilaysiz? Bu joyga o'tirish faqat kim birinchi o'tirish? Sizlarga ikkalanglar. Ozgina bir 2 minut vaqtlaring olaman. Ikkalangizga aksiyani haqqoniy bo'lish uchun 686 Damas topib kelish nomeriga selfie bilan tushib kelasizlar. Ketdik vaqt. 686 Damas selfie bilan kelib. Telefon olasizlar, muzika. Telefon olasizlar, selfie. 686 Damas selfie ga tushasizlar, kelasizlar. Haqqoniy bo'ladi. Haqqoniymi? Oyoq kiyimlarni beraveramiz qolgan ayollar. Oyoq kiyimni beraveramiz qolgan ayollar. Oyoq kiyim beraveringlar. Remenlarni qaytarib beramiz. Remen yetib olgan yigitlar o'tirib qoldi, joyidan turib olmayapti. Remenni qaytarib beraveramiz. Oyoq kiyimni ham qaytarib beringlar. Kim olgan bo'lsa tezlashamiz. Muzika. Siz tasavvuringizni ayting. Mayli, turib ketmasimiz kerak. Turib ketmasimiz kerak. Faqat rozi bo'lasiz. Sizga ishtirok uchun Abdushay, shu to'yga hammani yetkazish uchun Abdushay o'sha berasiz. Men chin ko'ngildan beryapman. To'y xursandchilik bo'lsin. Rahmat sizga. Gumanda boyagini qaytaramiz 686 Damas. Baribir bu atrofda emas. Ochamiz. Yo'q, men hamma demadim-ku. Bo'ldi, rahmat. Shuni ham hisobga inobatga olamiz. Qani? 686. Bunday qilamiz.
Bo'ldi, rahmat. Buni inovatga olamiz, buni hisob qilmaymiz degan. Bu aslida ikkita ishtirokchiga edi. O'shang kimniki bu? Boyaga bizda nechta ishtirokchi qoldi? O'tiring sizlar. 3, 7 ta ishtirokchimiz qoldi. Stol. Iltimos, men stoldan olmasdan turib olmay turasizlar. Keyingi hammani qo'liga bitta telefon olamiz, faqat tezlashamiz. Nima deydi? Selfiega tushadigan telefon kerak bo'ladi bizga. Tezlashamiz. Selfiega tushadigan telefon kerak bo'ladi bizga. Hamma tayyormi? Hamma ochib oldimi? Shartimiz shundan iborat. Lisi odamlar selfiega tushib kelamiz. Ketdik. Tezlashamiz. Lisi odam topamiz. Selfiega. Lisi odamlar selfiega. To'yxonada bor, topinglar. Lisi odamlar. Bitta stolda olib qo'ydim, qaytadan qo'yib qo'ydi kimdir. Iltimos sizlardan olingan stolda qo'ymaysizlar, boshqa stolda teginmaysizlar. Men ko'rib chiqaman. İmkoniyatlaring bor bo'pti. Bitta ketdi. Yangi aktyor chiqdi-ku bu yerda. Ketdi. Bu yerda haqqoniy bo'ldimmi? Men bu yerda lissi bosh ko'rmadim. Hurmat bilan chiqib ketamiz. 20 ming. Rahmat sizga. Biz bu yerda bitta stol olishimiz kerak edi, chiqib ketish kerak edi. O'zining kuchi bilan chiqib ketdi, yaqinroq o'tirib olamiz. Bizga keyingi shartimiz mo'ylov bilan selfiega tushamiz. To'xtab turing. Havas qildim. Bir-birlaringni muziqa to'xtab turasiz. Hammaniki bor, Nozim aka. Safarqulov aka keling. Jim tur. Sizlarga ikkalanglar. Bu opaga imkoniyat tug'ildi-da. Yaxshi rasm tushmabdi. Hammamiz buni ikkalangizga alohida bir nimani aytaman, o'sha narsani menga yetkazib berasizlar. Yoki bo'lmasa boshqa narsa aytaman. Sizga S harfi, sizga T harfi. Masalan, sabzi rang siz ketasiz. Men kechqurun nima qilaman degan paytimda siz o'shanga gap to'qiysiz T'dan. Yoki men mashinada haydab ketyapman. Sizga gap to'qiysiz. Ketdik. To'y qiziqarli bo'lyapti. Sakrab o'ynayman deyish kerak edi, rahmat. Sherali do'stimga topganiga Allohim baraka bersin. Pul maqsad nimasida ketyapti-da endi. Ketdi, maqsad pul. Pulga tegishli T harfiga gap to'qib. Ketdik, faqat tezlashamiz. Kim shu yerda to'xtab qolsa, 1 2 3 deguncha kim to'xtab qolsa, to'yda tabs bo'la bersin. Sherali tez to'y qilib turgan, senga biznes yo'lini o'rgatyapti. Rahmat, ketdi. Bozorda yuribsiz. Men tovuq oldim. Ana shu studiyalar ko'ryapsizlarmi? Rahmat, endi kelasiz. Eringiz tunda uxlayotganda yomon xayolga bormanglar. Tunda uxlayotganda
kelayotgan paytda gapiradi ko'p. Yo'q, tilini tiqilatadi. Endi to'g'ri ekan, sevgi isbot qiladi, tilini taqillatadi, tishini taqillatadi. Kelasi. Do'stlar uchun. Do'stlar, Har doim o'rtasi tomosha bo'laversin. tomosha bo'lsin deyapti. Qaysi birini? Xo'jayin. Video kamera tushib turgan paytda. Videoga tushmi? Tomosha surib gitsem. Hisob, sevimli tomosha qilaman o'sha videoni deyapti. To'g'ri. Men sizlarga gul izhor qilgan paytimda Rahmat. Tomosha ekan gulingiz. aroq ichgan paytlaringda Zahar ekan. Tomosha to'yib. rahmat. Hofizimiz qo'shiq aytayotgan paytda cho'zib Sevimli sakrang. Sevimli qo'shiq. Sevimli uchun qo'shiq qo'yib bersin. Bir o'ylang. t harfi tegishmas. Havoni bilan sakrab o'ynay maza qilib. Ozma rozi bo'lasiz. Rahmat sizga ishtiroki uchun opoyib o'tirib. Kelasi keyingi tomosha ko'rinishda keladigan bizga olib keladigan shartimiz bosh kiyim. Bosh kiyim. Yordam berish yo'q. Bosh kiyim. Bosh kiyim. Bosh kiyim. Erkaklar artık olsun. Bosh kiyim erkaklar. Rahmat. Bunday qilamiz. Opay, rahmat sizga. Shunday turasiz. O'zi stolga olib qo'yish esdan chiqdi. Ustozimiz ozgina kechikdi. Qo'shib shapkalarni qaytarib beramiz, tez kelamiz. Shapkalarni qaytarib berdingizmi? Мы ответим просто, что подождем друга. И что на перроне скучать не Keyingi olib keladigan narsamiz kamerachini batareykasi. Ketdik. Tez ochamiz. Faqat tez ochamiz. Kamera qolsa bizda rasmni olishga kerak bo'ladi. Kameraning batareykasi faqat dedim. Kameraning batareykasi. Bir, ikki. Yordam berish yo'q. Tez ochamiz. идти на утро в баре. Своя голова, скажу прямо, ты не умеешь. İpodromga borib olganmiz. Научишься Rahmat. Bu ham hisob. Hisoblamaydi, zararchi. Hisob. Hisob. Qo'shing. Batareykalar joy-joyiga qaytariladi. Все будет хорошо, все будет хорошо. Mehmon qizimizga Atushi rahmat ishtiroki uchun rozi bo'lib qo'yasiz. Bizga keyingi olib kelinadigan narsamiz tanga topib kelamiz. Tanga. Tanga. Tez ochamiz. Полюбила Танго. Брала в любви живот. Присмотрелась к идиот. Ветер всех накрыла стол. Низкий вертик и раздол. Можем мы сейчас гулять. Наливать не выживать. Хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо.
800 milliy tanga hisob o'tadi. Xurshid. Rahmat ishtirok uchun. Alloh rozi bo'lsin. To'ylar shunaqa qiziqtirib o'taverak. Men maktabga adashib borib bo'lsam shu shartga turib qo'ymanglar barcha. Tak, bizga yana stollar chekkaga olamiz. Muzika to'xtatamiz. Men bitta narsani aytaman, o'sha narsani qaytarasizlar. Bo'ladimi? Oson yo'l. O'sha narsani qaytaramiz. Men aytilgan so'zni qaytaramiz. Ko'k. Ko'k. Ko'p. Jigarrang. Pushti. Men kastim demadim-ku. Ketdi. Sveta muzika. Oq. Sariq. Kamera. Non. Stol. Bunday qilamiz. Bek, Bosbek. Bekjon. Alisher. Sherali. Sariq-ku bu. Bunday qilamiz. Shu yerda sovg'a turibdi-da. Bir deganda shuni topib olish. Sovg'ani. 1, 2, 3. Nilufar xonim topdilar. Yordam berish yo'q. Ikkinchi bo'lib motor va topdilar bu narsani. Bunday qilamiz. Haqqoniy bo'lsin desam sovg'a 3 tada. Sovg'ani men kimnidir chaqiraman, uni alohida beraman. Bunday qilamiz. Ikkalasiga birinchi o'rinni bersak bo'ladimi? Men aytaman. Shuni va'dachi qilasizlar. Nilufar xonim deganlar. Mo'tabar ustoz deganlar. Ikkala taraflar ham bir xil bo'ldi adashmasam, haqqoniy bo'lsa qo'shib sana. Sana qo'shib. Beraman desa qarang, beratda 500 ming pul bor. Bu biz har bittasiga bergandan tashqari 500 ming pul bor. 500 mingni ikkalasiga halol qilib teng bo'lib beramiz. Rozimisizlar? 500 ming 250 mingdan tushadi. Bo'l, 250 dan. Birinchi bunday qilamiz. Ya hazillashdim. 250 mingdan ber. Boyaga 15 ni ber. Bitta odam bizga kerak bo'ladi undan keyin bitta o'yinga. Rahmat. Birinchi o'rin uchun, ikkita birinchi o'rin uchun Nilufar xonim bilan Mo'tabar ustozga rahmat. Joylaringizni o'tirishlaringiz mumkin. To'y tugagandan keyin meni o'tirishga olib borish shart emas bu pullar. Rahmat. Siz hali ham olib bormaysiz, o'zimiz kalif bor. Yoshlar baxtimiz katta yigit bo'lsa, ilohim Zuhra bilan qayning huzur holatini ko'rsa, ilohim oliy ma'lumotli, oliy toifali yigitlar bo'lsin. El kasbkor ergitgan yigitlar bo'lsin. Ilohim shularning orqasidan mana shu ustozimiz opaya, farzandlari ham faxrlanib yuradigan yigitlar bo'lsin. Baxtliman, sog' bo'ling. Rahmat ustoz. To'ylar hammaga iloji bo'lsin, Xudo xolasa shu kunlarga hammani yetkazsin. Qo'limdagi 15 ming so'm bilan uyga yetib olsa bo'ladi. Va bitta sovg'a bilan qurib ketmasligi uchun. Sizlarga bitta topishmoq aytaman, shuni kim topsa
Bu o'shanga nasib bo'ladi. Yana ozgina uzunli joyimiz bor. Boya ustozlarni tabrik so'ziga chaqirmoqchi edik. Shundan keyin orqa-orqa ketib qolishib tabriklaringizni aytasizlar. O'sha odamning ismida ham nima dedi? O'simlikning nomi bor. Ham bir jonzotning nomi bor. O'sha qaysi ism? Guldonada jonzotni nimasi yo'q. Dona bu jonzot emas bu. Dona. Gulni to'g'ri o'simlik. Lekin Obid. menga o'shani isbotlab berishlaring kerak. O'sha ismda ham o'simlikda, chiroyli o'simlikda, ham biron bir odamga tegishli. G'ayrat akaning ismi hech bir yaqin joyi yo'q. Rayhonni kim topdi? Keling. Assalomu alaykum. To'ylar muborak. Bu sizga nasib qilib Xudo xolasa 15 ming ekran video olamiz. Rahmat. Qarzaklar bo'lsin. Hammaga rahmat. Tabrik so'z. Hurmatli aziz mehmonlar, ustozlarimiz ozgina tabrik so'ziga chiqarsak, shu bilan davom ettirardik. Kelinglar, ustozlar. G'ayrat aka boshchiligida. G'ayrat aka shuni sizni qiziqarli tomosha qilib ketish maqsadida uyushtirildik. Ustozlarni kollektiv Sherol do'stimizning kollektivi hamda Sherol do'stimiz kollektivi ketdi-ku. Zuhra do'stim qurdoshimizning kollektivlari. Maktab ustozlar, marhamat. Assalomu alaykum. Ushbu muhtasham to'yxonaga tashrif buyurgan mehmonlar, mana Muhrorakamizning Sherokamizni xonadonida yaxshi kunlar to'ylab bo'lyapti. Biropa to'ylar qilib bo'lsin. Farzandlaringizga bosh bo'ling. Tan-jon sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha mana shu xonadonda yaxshi kunlar to'ylab bo'lsin. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhra, singlim Sherali ukam, Xudo xolasa to'ylaring muborak bo'lsin. Bolalaring katta yigit bo'laversin. Xudo xolasa sizlar nima deydi, ishongan bog'laring, ishongan tog'laring mana shular bo'lsin. Katta yigit bo'lsin. Xudo xolasa tanajon sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Nimaiki niyat qilgan bo'lsalaring, niyatlaringga yetinglar. Bolalaring ko'kda ko'rinsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Xush kelibsizlar. Daropa, nevaralaringiz rohatini ko'ring. Chevaralaringiz ham ko'p bo'lsin. Zuhra singlim, Sherali uka. Bolalaring rohatini ko'r. Rushona, sen ham bolalaring katta bo'lsin. El yurt koriga yetgan inson bo'lsin. Doim o'zlaringga o'xshagan, esda xushli aqlli insonlar bo'lsin. Yaxshi kunlarda uchrashmaylik. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ichdagi birliklarga mehr va oqibatlarga hech qachon ko'zlar tegmasin. Qaraydi kollektiv jamoalarimizdan davramizdagi jamiki barcha mehmonlarimizdan qilamiz. Sho'x kuy qo'shiqlar sizlar uchun davom etadi. Marhamat.
Davramiz markaziga xonadon sohibi Sherali akamizni hurmat qilib tashrif buyurgan barcha qadrdon do'stlarni taklif qilamiz. Marhamat. Maktab dasturida turmaganmiz, turdilarsiz. Hurmatli assalomu alaykum aziz mehmonlar. O'zimiznikilar qopdi. Avvalambor bugungi buni quvonchli kun Sherali do'stimiz bilan Zuhraxon tog' ustidan o'tganday desakda bo'ladi-da. Toy bola katta yigit bo'lsin, topganing Allohim baraka bersin. Shu bolani qizig'ini ko'rib, baxtli oila bo'lib yashash hammaga nasib sizlarga o'xshab baxtli oila bo'linglar Xudo xolasa. Kelolmagan do'stlarni nomidan ham tabrik aytamiz Xudo xolasa. To'ylar qulluq bo'lsin, baxtli bo'linglar. Sherali do'stim, tabriklaymiz. Shu kichikda toy bo'lib yuraversin. Qilmaganlari toy bo'lsin. Kelmaganlar o'rtoqlarimizga rahmat. Kelganlar uchun o'rtoqlar. Tabriklaymiz. Men nima deyman o'sha? Hamma qo'shiladi. Sher do'stim. Shada omadim bersin. Ashu gebarlar hamisha baxtini bersin. Xudo xolasa eng kami bor-ku. Do'stim, sudya bo'lsin, bolaring. Do'stim. Ikkinchisi prokuror bo'lsin. O'rta Tanjon sog' bo'lsin. Hamisha omad deb bilsin. Demak, yaxshi qilsa, niyating erishing. Komol aka, gapiringlar Komol aka. Hurmatli to'ychi qavm, Sherali do'stim, to'y qutlu bo'lsin. Toy bola qutlu bo'lsin. Xudoy bo'lsa, baldan sog'lik mixti bo'lsin. Qurdasaga vaqtli bo'ldir. Toy bola o'saversin, el azamati bo'lsin. Xudoy bo'lsa, senlar quvonta bersin har doim. Ne deymiz? Sog'lik mixti bo'lsin. Har doim biktani ko'rda bersin. Kimning balasi deganda Sherali Jabbarovning balasi beraylik. Xudoy bo'lsa. Jo'g'ardan ko'rda bersin, jo'g'ardan. Mirzayevning qasdidan ko'rda bersin do'stim. Xudoy bo'lsa. Va Komol akaga ham beringlar, Komol akaga. Sher do'stim, Qirg'iz to'ylar qutlu bo'lsin. Xudoy xolasa, o'zimning to'ylarimdan bosib o'sib, do'stlarimga siz mujob olmasin. Hammamiz qo'shilamiz yapti. Sher do'stim, bugungi ishlayotgan to'ying senga ham ishlab bergan narsa dadang. Sening minneting bo'ldi. Minnetingdan qutuldim. U sendan ko'ratda u bolasiga ishlab beradi. Atadan qolgan meros deydi. To'g'rimi? Ben minnetingdan qutuldim do'stim. Bu sen minnettirme. Bu senin minnetin. Toy hammamizga buyursin. Ertaga mana nima bo'lsa ham kimning Qalanchining qasında bo'lsin, tuganchining qasında bo'lsin, ananing qasında eng главный adam bo'lsin. Assalomu alaykum. Sherali aka, Zuhra, to'ylar
Yuzlardan ko'rinaversin. Har doim dasturxonlaring yaxshilikka yoyilsin. Do'stlaringiz ko'p bo'lsin. Hamisha kelmagan do'stlarimiz nomidan ham tabrik sizlarga. Baxtli bo'linglar. O'zim gapiraman endi. Men to'g'risini aytaman, senga kechirimgan. Yo'q, men hamma o'rtoqlarimni ming roziman, minnatdorman. Rahmat, hamma shuncha uzoqdan keldilaringiz, hurmat qilib, boshqa qilib, mana o'zim yonimda turibdi, qancha o'rtoqlarim, har doim hammalari sog' o'ynar, topganlaringga baraka bersin. Hammaning oilasida yaxshi kunlar bo'lsin, mana shunaqa yaxshi yomon kunimizda birga bo'laylik, mehr-oqibatimiz yo'qolmasin. Hamma yaxshi niyatlar sizlarga katta rahmat lekin avvalambor. Endi o'ynaymiz endi. Ketib qolish yo'q, faqat o'zimiz qoldik, qarindoshlar yaqinlardan boshqa. Xohlasa mana shu o'rtoqlar hammalaringni to'ylarga yetkazsin, Xudo xohlasa. Inshaalloh niyatlaring hamisha butun bo'lsin. Bilimiz yo'qolmasin. Do'stlarim, hamisha nima niyat qilsalaring niyatlaringga yetaveringlar do'stlar. Hammalaringga omad tilayman. Baxt tilayman. Xudo xohlasa mana she'rni orqasida hammamizga omad beraversin. She'r o'rtab Zuhra bilan tengi yashayapti. Bola chaqang rohatini ko'radi. Alloh nima niyat qilsa niyatingga yetaversin. Hamisha liboy kutum qismatingiz maqsad bo'lib. Qo'shlaman, qo'shlaman do'stlarning nimalariga qo'shlaman, ta'rif so'zlariga. Yashaylar, sog'
marhamat. Tamam, bakalım. 86 gram için talep ediyorum. Şuraya ortalar var mı? Hey! Durursa güller ayeti muhabbet bağlı. Durursa güller ayeti muhabbet bağlı. Rahmat yashanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'ynagan oyoq qo'linglar. Aziz mehmonlarimiz, albatta to'y bolalarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Ana yakuni bor deganday. Chaqiraveradi-da. Chaqiraveradi. Vaqt amallama hal bo'ldi. Albatta chiroyli to'y bo'ldi. Yomon tiyapmiz, o'ynaymiz-ku. Ha. Bitta emas, bir juft qo'shiq bo'ladi-da, keyin undan keyin davramizga yakun yasaymiz. Bitta juft 4 ta bo'lar ekan. Eshitdingmi? Bitta alyonishga boshlanadi. Keyin boyagi bor, men chiqqanda aytding deb qozoqcha qo'yib chiqqanda, kim qo'shmay o'rtog'ini. Kim? Ой,
barcha kelgan mehmonlarimizga kattakon rahmat deb qolamiz. Har bir o'zbekimizni xonadonda mana shunday yaxshi kunlar, to'y tomoshalar hech qachon aramasangizlar. Yana bir bora mana shunday yaxshi kunlarda sog' va omonlikda diydor ko'rishguncha omon bo'laveringizlar. Yaratgandan seni tilab oldim. Sen tug'ilsang bor bu dunyoga jar soldim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Otangni bor boyligi sen jonim o'g'lim. Shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan Xudoga ming shukrlar ey. Isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Seni bergan Allohga ming shukrlar ey. Isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Zotlar ismida sen Davud bolam. Ularga ko'p o'qib yasha durud bolam. Uzoq umr ko'rib biroq inson bo'lib, onang ikkimiz yuzimiz yorit bolam. Borgan sari shirinliging ortib borar. Mehrim meni sen tomonga tortib borar. Bolajonim beg'uborim kundan kunga, endi seni zo'r kelajak kutib qolar. Otangni bor boyligi sen jon o'g'lim. Shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan Xudoga ming shukrlar ey. Isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Seni bergan Allohga ming shukrlar ey. Isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Isming kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Xonadonning aziz mehmonlari, mana shu to'yning sababchilari Shahboz, Azizbek, Diyorbek farzandlar katta yigit bo'lsin. Mana shularni har doim yaxshi kunlarida barchamiz kelishimiz nasib qilsin. Hammasi a'lo baholarni bitirib, yaxshi institutlarga kirsin, yaxshi kasblarni egallasin. Ota-onalar istagandek farzand bo'lsin. Doimo ota-onasining yuzini yorug' qiladigan, faqat ota-onasiga rahmat olib keladigan insonlar bo'lsin. 5A sinfni barcha o'g'il qizlari nomidan mana shu ota-onasiga ham mana shu a'lochi o'quvchimiz rahmat. Yaxshi o'qib, doimo a'lo baholar olib yuraversin. Rahmat. Sherali, Zuhra, Zo'robba, mana shular rohatingizlar ham ko'rib yuraveringlar. Biz ham mana shu yaxshi kunlaringizda sizga hamroh bo'lish nasib qilsin. Sherali, biz bozorga boshqa ulgurmalikda Shahbozni o'ziga yaxshi kerak narsasini olib qo'yaversangiz bo'lardi o'zi. Kelganingiz o'zi katta gap. Shahbozlar. Hasan, davay o'rtog'ingga. Bu yoqqa qara. To'xtang. Hozir. Cem. Oh.
Chapak, chapak. Rahmat. İnsanlar ne paralaydı, hasta etti, yaralaydı, oy boyuna. Sari. Kiralaydı, aman canım beni. Doğdukça gebervattı, de kucak de, başına kadarvattı. Zor ayarlarsın, zor ayarlarsın. Beni beceriydin, aşkından kuşanmadın. Hep bize de bakışlar, tam gitmiyoruz bir gün. Bırakın coşkumu, muhtar olsun. Terbiye demek, okşiri zapma. Anı boyunma kavattı, doğdukça gebervattı. Ya kucak de, başını kadarvattı. Selam hoş olmadı, mevzimi gör selam edin. Gel bozana olmadı, elbette hoş olmadı. Selam hoş olmadı, gel bozana olmadı, elbette hoş olmadı. Var ortakları bile oyna. Kasar oğlum. Doğdukça gebervattı, gel kucak de, başını kadarvattı. Ortakları bile oyna bari. Ortakların bile oyna. Молодец. Tebrik söz var ekan. Восьмой кругосвет, море по колено, легенда дискотека, это луч запах века, Ama Diyarbakır özü oynayman degan ekan. Ne jarab olam? Bir o'zi o'ynayapti. Нашептала Пашка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Я не Бек Палат, но меня все знают как. Короче. Opay, koşturun opay. Nega oynuyorsun? Ben de koyayım. Assalamu alaikum.
Yine fakat şuraya koyuyor. Dilber, dilber, kuzu kanat